Koreyaning menga yoqmagan jihatlari yoki bo'lmasa hozir minuslarini sizlarga birma-bir sanab beraman. Birinchisi hidi. Meni kechiringlar, lekin umuman men hidga bo'lmayman. Shuni aeroportdan chiqqanimni bilaman. Hidiga mast bo'lib qoldim bu yerda. Ayniqsa odamlar gavjum yoki oshxonalar gavjum joylarda yurishlari umuman hidiga chidab bo'lmaydi. Qanaqadir ziravorlar, soyalar, hammasini hidi aralashib ketganda, bu tarafi menga uncha yoqmadi. Ikkinchisi koreys ovqatlari. Anaqa miyanyo deydi, lekin rostdan menga ovqatlar yoqmadi. 2 kundan beri to'g'risini aytsam, umuman deyarli ovqatlanishimda qanaqa bo'lyapti bilmayman. Chunki birinchidan cho'chqa go'shti rosa ko'p. So'ramasangiz bo'lmaydi u narsani. Chunki biz rosa adashdik o narsaga. Ziravorlar haddan ziyod ko'pligi yoki achchiqligimi bilmadim. Bizga to'g'ri kelmar ekan yoki mengami? Sog'lom ovqatlanishga harakat qilsam, lekin bu yerga keyin o'zimizni osh, manti, go'sht bor-ku. Prям qimsizlar ishoninglar. Uchinchisi, men dorama va seriallarda ko'rgan tabaqalanish haqiqatdan bor ekan. Misol uchun, chiroyli, xunuk, boy, kambag'al. Aniq bilmayman, lekin menga shunaqa ko'rindi. Haqiqatdan doramalari hayotidan olinadi menimcha. Bu jihati menga umuman yoqmadi. Agar adashayotgan bo'lsam, men bor uzr. Men Koreyada bo'lganlar yoki bo'lmasa umuman minus jihatlarini bilganlar bemalol kommentariy yozsa bo'ladi. Bu men uchun juda ham qiziq.